Assalomu alaykum, hurmatli Arab tili birga kanali kuzatuvchilari, Arab tili o'rganuvchilari, sifrga tayyorlanuvchilar. Mana deb berganimizdek, ya'ni o'zimiz o'sha insho yozish va uni o'zimiz tahlil qila olish uchun nimalar qilish kerakligi borasida sizlarga video darslik tayyorladik. O'sha video darslikni sizlarga taqdim qilamiz. Demak, buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Bilamiz, juda ko'pchilik o'sha insho yozadi, lekin o'zini xatosini bilmaydi yoki qanaqa yozishni bilmaydi. O'qituvchi bilan doimo ham o'qituvchi hamma inshosini tekshirib berishga vaqti bo'lmaydi yoki vaqt nuqtai nazaridan imkon topa olmaydi. Shunday holatlarda o'quvchi mustaqil tarzda shug'ullanish uchun nima qilish kerak? Demak, avvalo biz o'sha insho yozishimiz kerak. Biz endi oldindan vaqtdan yutish maqsadida hozir kichkinagina insho yozdik. Ya'ni buni kirish, buni asosiy qism sifatida, buni esa xotima sifatida. Ya'ni biz yozganimizda imkon qadar shu o'quvchilar yozadigan stilda yozishga harakat qildik. Ya'ni juda ham sodda ko'rinishda yozadi ko'p o'quvchilar. Masalan, qarang, al-ilm min ahammi shay'in fi hayotil inson hayotidagi eng muhim narsalardandir. Eng muhim ashyolardandir. Huwa yusaidu an-nasa fi tahsili ala ihtiyajatihim. U ehtiyojlarini qo'lga kiritishda insonlarga yordam beradi. Yastafidul ashxasu minhu fi kulli majalat. Hamma sohalarda insonni ishlatadi. Misol uchun, min ijabiyatihi unsa ijabiyatul ilmning ijobiy tomonlaridan deb turib, huwa yutawwiru sohibahu doiman. U o'sha sohibini har doim rivojlantiradi. Bisababihi al-insanu yahsulu ala al-ma'rifa anil ashya allati hawlahu. U sababli inson atrofidagi narsalar haqida ma'rifatga ega bo'ladi. إذا كان الشخص ذا علم agar kishi ilmli bo'lsa, huwa yajidu malan kaseeran fil mustaqbal. Kelajakda u ko'p pul topishi mumkin, ya'ni ko'p pul topadi. Yahtarimuhu al-akharuna da'iman bi sababi ilmihi. Ilmi sababidan boshqalar uni hurmat qiladi. إذا أختتم قولي o'sha gapimni xotima qilaman, xulosa qilamanki, innal ilm kan-nur, ilm nur kabidir. Lizalika nahnu nahtaju ilayhi dayman. Shuning uchun biz doimo ilmga muhtojmiz, unga muhtojmiz. Mana shunaqa, ya'ni umuman ko'p o'quvchilar mana shu stilda, ya'ni maqsad shu ko'rinishda yozadi. Shuning uchun ataylab biz ham shunaqa yozdik, to'g'ri, kichikroq yozdik, vaqtni yutish maqsadida. Buning uchun nima qilamiz? Agar kompyuterga yozgan bo'lsak, kopiya qilamiz. Agar daftarga qo'lda yozgan bo'lsak, rasmga olamizda, uni ChatGPTga kiramiz. O'sha ChatGPTga kiramiz. ChatGPTga kirganimizdan keyin biz o'sha ChatGPTda o'sha inshomizni yozib, jo'natishdan oldin ChatGPTga biz buni o'zimiz yozishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu o'zbek tilida yozsangiz, qarang, bu inshon A1 A2, B1, B2, C1, C2 darajalarning qaysiga mos deb yozib jo'natamiz. Ya'ni o'sha yozgan inshomizning orqasida shuni yozib olsangiz, aytayaptiki, mana bu matn taxminan A2, B1 darajaga mos keladi deydi. Ya'ni ko'p o'quvchi haqiqatan ham A2, B1 darajada xuddi shunaqa shaklda, shunaqa mazmunda yozadi. Ya'ni siz shu bahona o'zingiz qaysi darajada insho yozayotganingizni bilsangiz ham bo'ladi. Ya'ni ertaga taxminan ham xuddi shunaqa darajada chiqadi degan. Ana endi tahlil qilib beradi ChatGPT sizga A2 darajaga mosligi nimalarda ko'rsatib beryapti desa, oddiy gap tuzilmalarga ishlatilgan. Haqiqatan ham ko'ryapmiz, juda ham oddiy gaplardan foydalandik. Oddiy gaplar, sodda tushunarli so'zlar qo'llangan, asosiy fikr aniq va to'g'ridan to'g'ri ifodalangan, ya'ni asosiy fikr mavjud. Bir darajaga mos jihatlari matnda sabab oqibat yo'nalishi bor. Ya'ni izalarni ishlatganimiz deyapti. Masalan, bisababihi, u sababli inson ma'rifatga ega bo'ladi yoki kana shaxsu za'imun, agar ilmli inson bo'lsa, u o'sha ko'p pul topadi. Bu sabab oqibat bo'lgani uchun buni bir-biriga ham qo'shsak bo'ladi deyapti. Fikrni tushuntirish uchun misollar, dalillar keltirilgan deyapti. Hozir mana pul topsa bo'ladi deb turib, ba'zi murakkabroq gaplardan ishlatilgan deyapti. Demak, shuning uchun seni A2, B1ning bittasiga shuni orasida insho yozding deyapti. Bu sizning qaysi darajada yozganingizni ko'rsatib beradi. Ana endi B2 va undan yuqori darajaga mos emas deydi. Mana sizga ko'rsatib beradi. Chunki deb turib, endi kamchiliklarni ham ko'rsatib beradi. Masalan, murakkab grammatik tuzilmalar yetishmaydi. Ya'ni haqiqatan ham gapimizda murakkab, ya'ni qo'shma gaplardan unaqa ko'p foydalanmadik.
adovat robt bog'lovchi vositalardan ko'p foydalanmadik, shuning uchun aytyapti. Yoki ko'proq tafsilotlar, dalillarga asoslangan fikr yuritish kamroq. Haqiqatan ham, ya'ni har bir fikrni aytganimizda tafsilotini yoki uning dalilini asoslashimiz kerak. Lekin biz asoslamadik. Akademik yoki ilmiy uslub yetishmaydi. Juda ham sodda, ayki bir darajadagi so'zlardan, ya'ni yusaidu, yastafidu, annas, shuni ahammu degan oddiy so'zlardan foydalanganimiz uchun mana bu yerda akademik yoki ilmiy uslub yetishmaydi deyapti. Agar matnni B2 yoki undan yuqori darajaga ko'tarish uchun nima qilishimiz kerak bo'lsa, tushuntirib beraman deyapti. Men endi aytaman, o'shani masalan B2 darajaga B2 darajada qanday o'zgartiraman yoki xohlasangiz qanday yozaman desangiz jo'natasiz. Xuddi shu matningizni endi B2 darajaga ko'tarish uchun nimalar qilish haqida sizga takliflar beradi yoki maslahatlar beradi. Misol uchun murakkab grammatik tuzilishlarni qo'shing deyapti. Masalan, masdar, muavval, ya'ni ism maf'ul, jumla shartiyya, muaqqada kabi mana shunaqa masdarlardan yoki ism maf'ullardan foydalaning deyapti. Ko'proq tafsilot misollar qo'shing, sinonimlardan, murakkab lug'at birliklaridan foydalaning. Biz ko'ryapmizki, tepada faqatgina yusaidu bisababi deb turib hamma yerda shuni ishlataverdik. Faqatgina uni qaytaravermang, sinonim murakkablardan ham ishlating deyapti. Yoki fikringizni kengaytiring va dalillar bilan mustahkamlashga harakat qiling deb aytadi. Mana endi sizning matningizni B2 darajaga mos qilib tahrif qilamiz deyapti. Ya'ni asl matnimizda aytdikki, العلم من أهم أشياء في حياة الإنسان ويساعد الناس في تحصيل على احتياجاتهم يستفيد الأشخاص منه في كل مجالات. bizning gapimizni oldi. Ana endi shu gapimizni B2ga ko'tarmoqchi bo'lsak qanday gapirardik desa, mana sizga bir variant qilib beradi. La shakka anna. Mana qarang, mana shunaqa ibora qo'sh deyapti. Bizda yo'q edi. Bitta demak mana shu iborani qo'shsang darajang salgina ko'tariladi. Shunaqa ibora qo'shsang al ilm yuaddu, mana ilm min ahammi deyish haqiqatan ham juda ham sodda. Ayki kitoblarda ko'rasiz odatda. Ana endi mana yuaddu deb turib mana hisoblanadi deyish asli aykining oxirroqiga borib o'rganiladigan narsa. Al ilm yuaddu min ahammil asas. Ashyo demay turib asas. Allatilarni bog'layapman. Mana shunaqa allati, adavatur robt, qo'shma gaplardan ko'p foydalanish sizning darajangizni oshirib beradigan narsa. Shuning uchun men bu yerda ham aytdim. Fikringizni kengaytiring, ko'proq tafsilot qo'shing, murakkab grammatik tuzilmalardan ishlating degani mana shuni aytadigan bo'ladi. Masalan, allati beryapti, asasillati tubna alayha hayatul inson al-muasir. Qarang, shubhasizki ilm deyapti. Zamonaviy inson hayoti uning ustiga quriladigan asosiy narsalardan hisoblanadi. Ana endi qarang, bu yoqda aytdikki biz ilm inson hayotidagi eng muhim narsalardan. Shu gap bilan mana bu gapning orasida albatta farq ko'rinib turibdi. Demak, agar mana bunaqa yozsang, sening darajang ko'tarilgan bo'lardi B2ga deyapti. Iz yushimu bi shaklin kabirin fi talbiyati ihtiyajatil afrod. U deyapti, chunki ilm deyapti, o'sha afrod jamiyat a'zolarining yoki har bir shaxslarning deyapti ehtiyojlarini qondirishda, qoplashda katta shaklda ishtirok etadi deyapti. Qarang, biz nima dedik uni? Huwa yusaidu deb turib, yusaidu degan oddiygina bir so'z bilan ifodalangan edik. Shuni huwa yusaidu nas fi tahsil ala ehtiyojatihim gapini u iz yushimu deb turib mana bu yerga berib, ham alohida go'zal shaklda, ya'ni yaxshiroq bir shaklda beryapti, ham mana bu iz degan bog'lovchi yordamida mana bu gap bilan bog'lab beryapti. Ya'ni qo'shma gap qilib beryapti bizga. Tepada aytganidek, murakkab grammatik tuzilmalar yoki har xil murakkab tafsilotlar bayon qilishga, ya'ni tafsilotini bayon qilib berishga yordam beryapti. Savo'un maqa bir xilda fil majali shaxsiy aw mehani, ham kasbiy ham shaxsiy hayotida deyapti. Biz aytdikki, mana burada yastafidu, mana burada biz aytgan edikki, yastafidu al-ashxos minhu fi kulli majalat. Inson uni hamma sohada rivojlantiradi deb turib, oddiy kulli majalat degan edik. U bizga aytayapti, mana savo'un deb turib, haliyan tepidagi gapimizga bog'lab beryapti. Qarang, juda katta chiroyli qilib. Savo'un fil majali shaxsiy va mehani deyapti. Ham mehnat, ham shaxsiy hayot sohasida bir xilda inson ehtiyojlarini qoplab beradigan, katta shaklda ishtirok etadigan narsadir deyapti. Va u hatto fi majali ijtimoiy, hattoki ijtimoiy sohada ham deyapti. Endi mana gapimiz tugadi. Qarang, mana haqiqatan juda katta bir qo'shma gap qilib bizga yaratib berdi. Bu yerdan la shakkadan boshlab mana bu yergacha bitta qo'shma gap bo'lyapti. Mana shu narsa demak B2 mos.
yoki bifadlihil ilm, bisababil ilm degan edik biz yuqorida inshomizda. Lekin bu yerda bifadlihi degani yaxshiroq deyapti. Bifadlihi yumkinu lil inson an yaktasiba ma'rifatan lazima. Kerakli ma'rifatni qo'lga kiritishi mumkin. Li fahmil alam min havlihi, atrofidagi olamni tushunish uchun. Va ittihozil qarorotil hakima binoan ala zalik. Shunga asosan, binoan ala. Qani binoan ala degani o'sha strukturalarni ishlatyapti. Biz ishlatmagan strukturalarni ishlatyapti. Mana shu strukturalar bizning darajamizni ko'tarib beradi. Va ikkinchi misolda ham xuddi min ijabiyatihil ilm, ilmning ijobiy tomonlaridan deb turib, va yutawwiru sohibahu daiman, u o'z egasini doimo rivojlantiradi degan edik. Bisababil inson, qani bisababihi, uning sababidan al inson yahsulu ala ma'rifa anil ashya allati hawlahu, atrofidagi narsalar haqida ma'rifatga ega bo'ladi degan oddiy gapimizda yahsul oladi. Mana bu yerda tepada ko'rdikki nima deydi? Bifadlil ilm, ilm sababidan, ilm tufayli yumkinu lil inson an yaktasiba al ma'rifata lazimata li fahmil alam min hawlihi. Ittihozul qarorat hakiman binoan ala zalik, unga asoslangan holda oqilona qarorlar qabul qilish, atrofidagi olamni tushunish uchun kerakli ilmlarni o'zlashtirishi mumkin inson deyapti. Va qarang, bizning gapimizni rivojlantirib chiroyli qilib berdi. Iza kana shaxsu da ilmin va yajidu malan kaseeran fil mustaqbal. Bizning gapimiz, biz aytgan edikki, inson agar ilmli bo'lsa, kelajakda ko'p pul topadi. Va yaqtarimul akharuna daiman bisababi ilmihi, va boshqalar ilmi sababidan uni nima qiladi? Hamisha hurmat qiladi edi. Ana endi B2 darajada bo'lganda qanday bo'lardi desa, mana bu yerda aytibdi. Inna min abrazil ijabiyat, uning eng ijobiy taraflaridan, ya'ni eng ko'zga ko'ringan ijobiyatlardan. Qarang, min abrozni ishlatyapti. Biz oddiygina min ijobiyat degan edik. Bu endi abroz, min abrozil ijobiyat deb eng ijobiyatlarning ko'zga ko'ringanlaridan allati deb yana qo'shma gaplarni ishlatyapti. Qarang, yatamayyazu biha al ilm. Ilm, qarang, ilm u bilan farqlanib turadigan ijobiyatlarning eng ko'zga ko'ringanlaridan deb chiroyli qilib beryapti. Annahu yutawwiru sohibahu ala davam. Biz oddiygina nima deganik? Daiman deganik. Uni ala davam deb turib, doimo deyapti. Haysu, qachonki, qayerdaki yaftahu amamahu afaqan wasi'atan li fahmi zawahir tabi'iyya wal ijtima'iyya va teknologiya. Texnologik, ijtimoiy, tabiiy holatlarda tushunish uchun keng ufqni, keng dunyo qarashni uning oldiga ochib beradi deyapti. Bizda nima degan edik? Biz oddiygina ko'p topadi degan edik. O'shanga endi kelyapti, qarang. Kama annahu yumakkinuhu min iktisabi maharatin. Unga mahorat, ya'ni tajriba o'zlashtirishiga imkon qiladi, ya'ni unga tajriba vazifasini bajaradi. Va tusaiduhu ala tahsini hayatihi, hayotini yaxshilashga yordam beradi. Tahqiqi ahdafihi mustaqbaliyya, kelajak maqsadlarini amalga oshirishga unga yordam beradi. Va minal ma'lumki anna shaxsal mutaallim, qarang, ilm o'rganuvchi odam. Biz nima deb bergan edik buni? Ash-shaxsu za ilmin deb bergan edik. Oddiygina. Yo'q, mana bu yerda ash-shaxsal mutaallim deyapti. Yatamatta'u bi furasin vazifa, qarang, bi furasin vazifatin afdala. Yuhaqqiqu lahu al-istiqrar, yuhaqqiqu lahu istiqrar maddiyan. Qarang, moddiy mustaqillik, moddiy barqarorlikni ta'minlaydigan eng yaxshi ish imkoniyatlarini qo'lga kiritishda yoki ish imkoniyatini qo'lga kiritadi deyapti. Ma'lumki, o'sha ta'lim oluvchi kishi, ilmli kishi o'zi moddiy barqarorlikni unga ta'minlaydigan eng yaxshi vazifalar imkoniyatini qo'lga kiritadi deyapti. Biz oddiygina nima degan edik? Yaxsul ala bergan edik. Bu yerda yatamatta'u bi deb turib beryapti. yoki bil idofati ila al-makanati al-ijtima'iyya al-marmuqa allati yanaluha bisabab mustawahu al-ilmi wa thaqafatihi al-wasi'a. Keng saqofati, keng madaniyati, ilmiy darajasi sababidan ega bo'lishi mumkin bo'lgan eng ajoyib ijtimoiy pozitsiyani yoki o'rinlarni qo'shimchasiga taqdim qiladi deyapti. Mana qarang, bizning oddiy gapimizni qanday ifodalab beryapti. Endi xulosamiz, axtatimu qawli, gapimni tugataman, xulosa qilaman degan edik. Innal ilm kan nur, ilm nur kabidir. Lizalika nahnu nahtaju ilayhi dayman. Shuning uchun doimo muhtojmiz gapimizda. Endi u o'zgartirib beryaptiki, va xitaman la yukhfa ala ahad. Qarang, hech kimga sir emaski deb beryapti. Qarang, hech kimga yashirin emaski deb, la yukhfa ala ahadin. Xitaman la yukhfa ala ahadin, hech kimga sir emaski deb bir iborat tarzida bizga bayon qilib beryapti.
Annal ilm, qarang, annal ilm yushbihu an-nur. Nurga o'xshaydi. Biz kan nur deb turib oddiy ka degan edik. Endi bu yerda yushbihu deb beryapti. Yushbihu nur o'sha yushbihu nur allazi qaysi nur ekan? Yudi'u darbal inson fi masiratihi nahwa at-taqaddum war-raqyi. O'sha rivojlanish, gullab yashnash tomon yetayotgan harakatida insonning yo'lini yoritadigan nur kabidir deb turib nima qilyapti bizga? Tashbih qilib beryapti, o'xshatib beryapti. Biz oddiygina nur kabidir deylik. Bu qanaqa nurligini bizga bayon qilib beryapti. Insonning rivojlanish sari ketayotgan yo'lida inson yo'lini yoritib beradigan bir nurdir deyapti. Qarang, mana bunda demak beryapti bizga mana shu shaklda. Qad yajidul insanu nafsahu fi zulmatil jahl va takhalluf. Qarang, va bidunihi o'sha ilmsiz deyapti. Inson o'zini jaholatda yoki qoloqlikda topadi deyapti. Shuning uchun biza fa inna sa'ya wara'al ilm orqasidan harakat qilish laysa mujarrada xiyar. Shunchaki oddiygina bir tanlov emas, bal huwa daruratun hatmiyatun likulli man yatmahu ila tahqiqin najah va bina'an mustaqbali zahir. O'sha barqaror go'zal kelajak qurish, muvaffaqiyatni amalga oshirish, muvaffaqiyat qozonish uchun yoki muvaffaqiyat qozonishni xohlagan kishi, har bir kishi uchun ya'ni qat'iy bo'lgan zaruratdir deb turib bizga bayon qilib beryapti. Mana ko'ryapmiz. Natijada aytyapti, bu o'zgarishlar deyapti, matnda murakkab grammatik tuzilmalarni boyitdi, ilmiy akademik uslubga yaqinlashtirdi, fikrlarni batafsil asosli bayon qildi deyapti. Natijada ko'ryapmizki, bizning inshomizni qanday yozsak, biz o'zi qaysi darajada yozdik? Mana aytyapti, A2 B1 darajada yozgan edik. O'shani B2da yozmoqchi bo'lsang, qanaqa yozasan deb turib, o'sha gapimizni o'zgartirib beryapti. Biz endi shu narsaga e'tibor berib qo'yish kerak, o'quvchilar ko'p xato qiladigan narsa. Endi ko'pchilik mana shu narsani o'rgangandan so'ng bu ChatGPTga bog'lanib qoladi. ChatGPTga bog'lanib qolish natijasida esa ko'p o'quvchilar fikrlash qobiliyatini battar yo'qotib qo'yadi. Shunaqa holat bo'lmasligi uchun xuddi bizdek oldin o'zimiz inshoni mustaqil yozishimiz kerak. Bu juda shart. Bu ogohlikka chaqiramiz. Ya'ni qaysi ma'noda ogohlikka chaqiramiz? O'sha ChatGPTga bog'lanib qolmaslik uchun. Oldin biz o'zimizni rivojlantirishimiz uchun albatta birinchi o'zimiz yozishimiz kerak. Albatta o'zimiz inshomizni yozamiz. Ana undan keyin mustaqil tarzda uni xuddi mana shunaqa gap. Ya'ni bu inshon yoki inshon A1, A2, B1, B2, C1, C2 darajalaridan qaysiga mos deb yozsak, bizga o'sha birinchi o'zimizning matnimizni tahlil qilib beradi. Keyin biz undan so'rashimiz mumkin. Mana B2 darajada yozmoqchi bo'lsam qanday o'zgartiraman desak, u keyin B2 darajada nimalarga e'tibor berish kerakligini va qanday yozish kerakligini asl manbada, ya'ni siz yozganingiz qanday ekanligini va B2 ga o'zgartirilsa o'sha fikr qanday bayon qilinishini ko'rsatib beradi. Endi o'quvchilar agar shunchaki bunaqa o'zgartirib qo'yadigan bo'lsa, o'quvchi hech qanaqa foyda olmaydi. Foyda olish uchun, haqiqatan ham B2 darajada yozish uchun biz endi mana bu yerdan foyda olishimiz kerakki, mana la shakka annal ilm yuaddu, mana shunaqa iboralarni o'rganishimiz kerak va keyingi o'zimiz yozayotgan, ya'ni tepadagi o'zimiz yozayotganimizda mana shu ChatGPT B2 darajada deb hisoblagan mana bunaqa murakkab ibora strukturalarni ishlatishni o'rganishimiz kerak. Ana o'shanda haqiqatan ham biz ham keyinchalik o'zimiz B2 darajada yozadigan bo'lamiz. Mana bunaqa la shakka anna demak, shuni ishlatishimiz, oddiygina mana bunaqa al-ilm min ahammi ashya demasdan turib, la shakka annal ilm yuaddu min ahammil asasi allati tubna alayha hayatul inson deb turib, qiyinroq shaklda yoki qo'shma gaplardan iz deb turib tafsilotini bayon qilish. Chunki deb turib oddiygina li anna demasdan iz yushamu deb turib bunaqa boshqacha bir shakllardan, ya'ni murakkabroq shakllardan ishlatishni o'rganishimiz kerak. Yoki min ijabiyatihil ilm deb oddiy ilmning ijobiyati demasdan turib, inna min abrazil ijabiyati allati yatamayyazu bihal ilm. Qarang, ilm ajralib turadigan ijobiyatlarning eng ko'zga ko'ringanlaridan deb turib, ya'ni ham badiyroq, ya'ni ham akademik uslubda ko'tarilgan holatda yozishni o'rganishimiz kerak. Mana shularni o'rgansak,
Masalan, keyingi safar boshqa insho yozganimizda ham uning ijobiyatlari degan paytimizda o'sha ilmning o'rniga shu boshqa so'zni ishlatib min abrozil ijabiyat allati yatamayyazu biha deb turib, masalan, as-sadaqa, masalan, al-internet deb turib mavzumizga moslashtirishni o'rganishimiz kerak. Haysuga o'xshagan iboralardan foydalanishni o'rganishimiz kerak. Haysu kama anna mana yumakkinu qarang, kama anna mana shunaqa iboralar qo'shma gaplarni yasashga yoki minal ma'lum anna mana bunaqa iboralarni yoki yatamattau bi. Qarang, biz faqatgina yusaidu deb tashladik hamma joyda. Lekin yatamattau bi degan iboralardan foydalanish yoki o'sha gapning strukturasini o'zgartirishda nimalarga e'tibor berishni o'rganib, keyingi inshomizda o'shani to'g'ri holatda ishlatishni o'rganishimiz kerak. Ana o'shandagina biz o'sha bundan, ya'ni o'sha ChatGPTdan biz to'g'ri unumli foydalangan bo'lamiz. yoki xotima o'rnida ham oddiygina axtati min qawli demasdan, qarang, xitaman la yuxfa ala ahadin, hech kimga sir emaski degan ilm. Biz oddiygina kan nur degan bo'lsak, yushbihu an-nur deb turib, allazi deb turib, allazi allati gaplarini qanday ishlatish kerakligini, qarang, insonning hayot yo'lini yoritadigan, kelajakda rivojlanish sari hayot yo'lini yoritadigan nur kabidir deb turib, o'sha tashbihli ohangda, ya'ni akademik yoki yana ham badiyroq chiqarish uchun mana shunaqa iboralardan foydalanishga harakat qilishimiz kerak. Demak, biz umumiy holda yaxshilab e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu inshomiz. Avvalo, demak, sizlarga tavsiya, to'g'ri foydalanish uchun biz birinchi navbatda o'zimiz yozishimiz kerak. O'zimiz insho yozamiz. Keyin ikkinchi, uni ChatGPTga tashlaymiz. Qarang, va undan B2 darajada qanday yozilishi kerakligini so'raymiz. Va to'rtinchisi, u bizga taqdim qilgan strukturadan keyingi insholarimizda foydalanamiz. Mana shu 4 ta usulni qiladigan bo'lsak, o'zimiz ham mustaqil tarzda rivojlantirgan bo'lamiz. Mana shu 4 ta, demak, mana shu 4 ta narsaga jiddiy e'tibor berib, har kuni bittadan insho, bittadan xat yozadigan bo'lsangiz, siz nafaqat o'qituvchi bilan, balki o'zingiz ham mustaqil holatda ham o'zingiz rivojlantirishga sabab bo'lgan bo'lasiz. Lekin yana bir narsani unutmaslik kerakki, ChatGPT o'qituvchining o'rnini bosmaydi. Bu narsani ham ya'ni doimo esda saqlash kerak. Ya'niki ChatGPTga ham ustoz sifatida qarash kerak emas. Baribir inson omili boshqa narsa, faqatgina o'sha biz mustaqil holda o'qituvchining darsidan tashqari, ya'ni mustaqil holda shug'ullanish uchun bundan to'g'ri tarzda foydalansak, inshaalloh manfaatli bo'ladi va darajamiz ko'tarilishiga ham sabab bo'ladi. Foydali bo'ldi degan umiddamiz. Demakki, mana shu biz aytib o'tgan fikrlarga quloq solsangiz, inshaalloh sizning mana shu keyingi insho imtihonigacha, ya'ni keyingi insho yozadigan yoki o'sha og'zaki imtihoningizgacha bo'lgan muddatda siz o'zingizni ham o'qituvchi bilan ham o'zingiz mustaqil tarzda o'zingizni rivojlantira olgan bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.